Bugun mamlakatimiz agrar sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Yer munosabatlarini bozor tamoyillari asosida takomillashtirish orqali tadbirkorlik qo'llab-quvvatlanib, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Jumladan, Toshkent viloyatida auksion orqali sotilgan ekin maydonlarining dala chetlari va zovurlar bo'yida quyosh panellari o'rnatilib, muqobil energiya ishlab chiqarish quvvatlari oshmoqda. Davlatimiz rahbarining tegishli farmoni asosida qishloq xo'jaligi yer maydonlarini ochiq auksion savdolari orqali ijaraga berish tizimi nafaqat agrar soha, balki qo'shimcha xizmat ko'rsatish tarmoqlari rivojiga ham turtki bermoqda. Xususan, O'rta Chirchiq tumanidagi tadbirkor o'tkazilgan auksion savdolarida ishtirok etib, 50 gektar sug'oriladigan ekin maydonini qo'lga kiritdi. E'tiborli jihati shundaki, u qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish bilan birga dalaning chet qismi hamda drenaj va kollektor tizimlarining himoya hududlaridan ham samarali foydalanishni yo'lga qo'ydi. Loyihaning birinchi bosqichida 5 milliard so'm investitsiya kiritilib, zovur ustiga quyosh panellari qo'ydi. Shu hududda elektromobillarni zaryadlash uskunalari o'rnatildi. Dala chetidan unumli foydalanish uchun zovurni ustiga 250 kilovat quyosh panellarini o'rnatdik. Yerimiz katta yo'l yoqasida bo'lganligi uchun bizda yana bitta g'oya tug'ildi. Mana shu o'zimizning yerimizni yonida elektromobillar zaryadlash uchun kolonkalardan olib kelib o'rnatdik. Quyosh panellarida ishlab chiqarilayotgan elektr energiyalarini bir qismini davlatga sotyapmiz va qolganini elektromobillar zaryadkalab, mana bir kunda 40 ta 50 tagacha avtomobillar shu yerda quvvatlab chiqib ketyapti. Yonida yangi rekonstruksiyada savdo do'konini qurib ishga tushirib yubordik. Mana shu qo'shimcha xizmatlar bo'yicha yana 10 ga yaqin kishini ish bilan ta'minladik. Toshkent viloyati hokimligi huzuridagi ijaraga berilgan qishloq xo'jaligi yerlariga xizmat ko'rsatish direksiyasi tomonidan tadbirkorning infratuzilma bilan bog'liq masalalari to'liq hal etildi. Korxona loyihaning ikkinchi bosqichini amalga oshirishga kirishdi. Biznes rejaga muvofiq drenaj va kollektor tizimlarining qolgan qismi ustiga ham quyosh panellari o'rnatiladi. Bu esa elektr energiyasi ishlab chiqarish va uni tarmoqqa sotish hajmini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi. Yerimizning chetidagi drenaj zovurni chetini tekislab, unga ham quyosh panel o'rnatib foydalanishni rejalashtirganmiz. O'tga jami 2000 kilovat rejaga qo'yganmiz. Mana shu yil oxirigacha ishga tushirib, yangi loyihamiz to'liq oxiriga yetsa, hozirgi ishlab chiqazayotgan elektr energiyamizga nisbatan 4-5 barobar ko'proq elektr energiya ishlab chiqazamiz. Yana bir 20 ga yaqin fuqaroni ish bilan ta'minlaymiz. Korxonada o'rnatilgan quvvati 250 kilovat bo'lgan quyosh elektr stansiyasi quyoshli vaqti o'rtacha kuniga 8 soat deb olinganda, bir kunda 2000 kilovat soat, bir oyda 60 ming kilovat soat, bir yilda taxminan 720 ming kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Mazkur quvvatning bir qismi amaldagi tartib asosida yangi elektr tarmog'iga sotilsa, qolgan qismi elektromobillarni zaryadlash xizmati uchun yo'naltirilyapti. Buning natijasida korxona yiliga o'rtacha 730 million so'm daromad olmoqda. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, muqobil energiya manbasini barpo etish uchun sarflangan investitsiya taxminan 3 yil ichida o'zini qoplaydi. Shundan so'ng loyiha tadbirkorga barqaror sof foyda keltirish kutilmoqda. Ko'rinib turibdiki, davlatimiz rahbarining mazkur farmoni sug'oriladigan yer maydonlarini oqilona va samarali foydalanish bilan bir qatorda qishloq hududlarda xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish hamda yashil energetika loyihalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.